Үрümçide qar yağdı, demək qish keldi degan gap do'stlar. Ma qish fasli o'riqlaydigan bek yaxshi fasl. Eg'izni salla boshqursangiz-chi bekda surat o'riqlab keta olasiz. Qish chiqib ketguncha 15 kilodan 20 kilogacha o'riqlab o'zimni o'zgartgan ba desangiz, ma filmga bir tal yurakni berib etib, savrchanlik bilan ko'rib chiqma. Bu qish fasli ham oson samirdigan, ham o'riqlaydigan bir xil fasl. Qandaq, masalan, sirt sovuq shundaqo, badan o'zining temperaturini tangshash kerak. Demak, u badanga texnik issiqlik energiya lozim bo'ladi. Sizni yigina deydi. Shu chaqda siz shu badanning sizning qulog'ingizga yetlab, siz kayni kirikitiblam, xalgan chevasangiz yomon tez surat samirib ketasiz. Uning ustiga qish faslida talada o'yin qolmaydi, shundaqo. Lekin yoz faslida undacha o'yin tomosha yo'q. Kayfiyatingiz bir xil ishchingiz siqilish bo'ladi. Yeydigan narsadan xo'jalik topsiz, demak kayfiyatning ta'siridan ching shu deymiz. Siz yenilan bilib bilmay jiq narsa yeyib samirib ketasiz. Ammo ig'izni salla boshqursangiz bak yaxshi o'riqlay olasiz yoz fasliga qaraganda. Nimishqa? Chunki badan texnik energiyani sarf qiladi. Eg'izni boshqursiz degan gap birdim yemang degan gap emasmi? Siz yozdagi qaraganda jiqroq narsa turib o'riqlay olasiz qishda. Nimin jiqroq yesangiz bo'ldi? Albatta mayni. Masalan, etiganlari siz badam yangaqni burunga qaraganda sal jiqroq yesangiz bo'ldi. Shulan kashda siz burun o'riqlayman deb to'qining mayda go'shtini, kali go'shtini yeyotgan shundaqo, endi siz qo'rqmay qo'y go'shtini yeng. Qo'y go'shtining kavoblarini yang, arsidagi birziqning arsidagi bir atal maynim qo'shib yang. Asal mayli qo'y go'shti qo'ysangiz hechnim bo'lmaydi. Badanga sal jiqroq mayni versangiz badani bir xil xotirjamlik tuyg'usi o'schi, sizga nihoyat mardlarcha o'zining ichidagi shu maylarni ko'ydirib beradi sirtqa. Ammo asosiy ashliqni yana burunqina kontrol qilamiz. Un guruch tomoqlarincha burun xolagancha yegamsangiz, endi har bir vaqt tomoqda o'zingizning eg'irligi, bo'ygizligi bo'yicha yo bir mushtum, yo ikki mushtum nisbatlari bo'yicha yesangiz bo'ladi. Tafsilotini qanday qilishni bilmasangiz, ünlüdarımını qo'shib, mening darsim qatnashing yoki ayrimxona maslahat so'rang. Mening yuksak ishonchim bor, 15 kilodan 20 kilogacha mana shu 2 oydan 3 oygacha o'riqlab bo'la olasiz. Xotirjam bo'ling. Bek yaxshi vaqt keldi o'riqlaydigan do'stlar. Uning ustiga qishda qalin kiyimlarni kiygandan keyin sizning qo'saqlaringiz, yo'g'on qo'saqlaringiz sirtqa ko'rinmagachga, o'zingizning kari yo'q jurisiz, ammo atiyaz kaslam tantirashga boshlaysiz. Yo atiyazgacha o'riqlab boshqa bir odamga aylanib, yoz kirganini boshqalarni hayron qoldirsiz, yoki yana bir oylarni samirib ketib, kelajida yana tashvishni deb yuraversiz degan gap. Unda qilmaydi. Bir g'ayrat qo'ytaylik. Bek yaxshi o'riqlay olasiz.